Bu chechenlarni qozoqlarga qilayotgan muomalasini ko'rib qo'yinglar. Hozir lavhasini kesib qo'yaman, birgalikda ko'ramiz. Салам. Откуда? Куда? С Грузии. С Грузии. Куда? Казахстан. Казахстан. Да. Казах? Да, казах. Сопровождение могу организовать. Еду могу организовать. Не, ничего не надо. Жилье Спасибо. есть. Не, не. Дом тебе могу свой отдать, Нет. если ты казах. Не, ничего. Спасибо. Счастливо. Deylar, nimaga bu chechenlar bunaqa muomala qiladi qozoqlarga? Aytgan narsangni muhayyo qilaman. Qozoqmisan deydi, ha deydi. Aytgan narsangni muhayyo qilaman. Nima xohlaysan? Сопровождение qilaymi, uyimni beraymi, ovqatlantiraymi, nima qilay dedi. Sababini bilasizlar, Stalin degan bir johil bo'lgan. Stalin bu Kavkaz millatlarini, ya'ni chechen, ingushlarni hammasini quvg'in qilgan o'zini yurtidan. Bular xoin, boshqa deb turib quvg'in qilgan, tuhmat qilib. Qozog'iston bu chechen ingushlarni hammasini birodar sifatida birodarligini bildirib qo'ygan maqsadda hammasini qabul qilgan va uy-joy bergan, ovqat bergan, bekitib o'sha paytda ham ularga ham juda katta anaqa bo'lgan, bosim bo'lgan qozoqlarga ham, agar bilib qolganda bu Sovet ittifoqi. Mana bunaqa bo'ladi birodarlik. Maksimalni qozoq bavurlarimiz ko'rsin, chechen birodarlarimiz maksimalni like bosib, ko'proq kishi ko'rishga hissiylarni qo'shib qo'ysanglar xursand bo'lardim. Hammaga yaxshi kayfiyat.